Oila qurishdan maqsad bu faqatgina shahvoniy nafsni qondirishmi yoki bo'lmasam boshqa maqsadlar ham bormi? Bir holatni aytib berishdi, voqeani eshitib juda ham xafa bo'ldim. Bir qiz oila qurgan, ajrashgan, bitta farzandi bilan qiyin vaziyatda qoldi, tushkun kayfiyatda. Mana shu holatda uni onasi majburlab turib bir insonga nikohlab beradi. Majburlab. Qizni qarshiligiga qaramasdan. Hop, rozi bo'lmasang oq qilaman, ko'k qilaman degan gap so'zlar bo'lganda va nikohiga olgan erkak orada biroz ko'rinib turgan, assalomu alaykum deb kelgan va yo'q, hozir tak tugi bilan yo'q. O'rtada kelin homilador bo'ldi, farzand dunyoga keldi. Ota yo'q, er yo'q, tak tugi bilan yo'q. Tirikmi, o'likmi, hech kim bilmaydi uni. Nima qilishlik kerak? Men nima qilsam bo'ladi dotida hozir? Nima qilsa bo'ladi? Hech narsa qila olmaydi. U boshida eri bor bo'lgan ayol. Qiyin vaziyat. Men o'ylayman, oila qurganda masalan bizga kitoblar masalan ko'p narsani o'rgatadi-da. Mas'uliyat, javobgarlik, erkak kishi, ayol kishining vazifa majburiyatlari nimadan iborat, baxtli, sog'lom oila qurishlik uchun nimalar qilishlik kerak. Masalanda, men hayron qolyapman hozir bu erlik mas'uliyati qani? 1 yildan beri yo'q, tak tugi bilan yo'q. Otalik mas'uliyati qani? Bolam o'zi tirikmisan, yaxshimisan deydigan odam qani-da? Men eshitib juda ham xafa bo'ldim va iltimos qilaman, onalar, hurmatli onalar, majburlab turib qizingizni uzatmang unaqa. Majburlamang. Ha, biroz qiyin bo'ladi, tushkun kayfiyatlar bo'ladi, odam o'ziga kelib olishligi unga vaqt kerak. Qizimni baxtli qilaman deb turib mutlaqo hozir qanday holatga tushirib qo'yganimizni o'zimiz bilganmizmi, his qilyapmizmi? Biz oilalarda sog'lom muhit bo'lsin, hamma bir-birini yaxshi ko'rsin, bolalar masalan yaxshi muhitda katta bo'lsin deb harakat qilyapmiz, lekin insonlar o'zlari ham harakat qilishlik kerak-da. Menimcha biz ko'proq o'zimiz ham o'qishligimiz kerak va farzandlarimizga ham o'qitishligimiz kerak. Oila qurish arafasidagi bolalarga majburiy qilishlik kerak deb o'ylayman-da kitob o'qishni. Busiz masalan bizning oilalarimiz buzilaveradi. Busiz masalan biz farzandlarimizni baxtsiz qilib qo'yishligimiz mumkin. Iltimos ozgina harakat qilaylik. Ozgina. Hammamizga insof bersin.